Tayyorlanishi oson va barakali. Pishirsanglar bolalar qayta so'raydi-ku. O'sha yoshligimizdagi shaklchali, ustida shakarlari kisirlab turadigan pechenye. Bugun 2 yosh 8 oylik qizim bilan birgalikda tayyorlaymiz. Avval idishimizga eritilgan sariyog', vanilin, qavartma va shakarni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan smetana va tuxumlarni ham qo'shib, bir xil massa hosil qilamiz. Qizim endi tuxumlarni soling desam, yonidagi turgan tuxumlarni chaqib qo'shishga sal qoldi. Endi esa tayyor aralashmamizga yetarlicha un qo'shib, qo'lga yopishmaydigan elastichni xamir qorib olamiz. Tayyor xamirlarimizni teng uchga bo'lib olamiz va paket yordamida yopib, xolodilnikka yarim 1 soatga dam oldirish uchun qo'yib qo'yamiz. Dam yegan xamirlarimizni o'rtacha qalinlikda yoyib, uyda bor shaklchalar yordamida kesamiz va bir tomonini shakarga botirib olamiz. Listga terib chiqamiz va gaz pechiga pishirish uchun jo'natamiz. Qarabsizki, bir zumda ta'mi og'zingizda qoladigan barakali, har yegan bo'lagingizda bolaligingizni esga soladigan pechenyelar ham retsept yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmanglar. Sizlarni aynan qaysi shirinlik yoki taom yoshligingizni esingizga soladi? O'z fikringizni izohlarda kutib qolaman. Ha, aytgancha pishirib ko'rganinglarda bizni duo qilishni ham unutmanglar, qadrli qadrdonlarim.